vitamin D bilan D kalsiyni соотношениесini beramiz. Обязательно D kalsiyni berayotganda vitamin D ni dozasini kamaytiramiz. Xo'p, 1-2 tomchi kamaytiramiz. Asal qiz. Katta qiz bo'lib qoldingizmi? Ha? Endi fosmi hammani? Tak, hozir qanaqa o'zgarishlar? Yaxshi. Shikoyatlar bormi menga? Yo'q. Yaxshi. O'zingizga ko'rsatishga keldingmi? O'zingiz 7 oylikda bir ketsangiz bo'ladi deganingizga. Hali privkani olmadinglar? AKDSga ruxsat bermadingiz, qolganlarini oldik. Katta qiz bo'lib qolibsiz bo'ji. Tanimay qolman sizni. Yaxshi, yuraverishlari yaxshi. O'qa qilamizmi? O'qa qilamizmi biz? Futbolist bo'lar ekan deb bu qiz, ha? Tepar ekan hammani. 45 yarim. 45 yarim. 48 yarim. Hozir 7 oyliksizlar, tak. Kechqurun uyqulari qanaqa o'sha? Yaxshi. Vitamin D beryapsizmi? Radioglazina bor hali? Ha, bermayman. Beryapsiz. Ketish qichibyapti, yomon. Endi sekin chiqishni boshlaydi. Endi chiqadi. Oyoq qo'yishlari zo'r. O'tirishga harakatlar bormi? Aylanish, o'girilishlarchi? Ha, o'girilyapti. Hali erta o'tirishga, просто so'rayapman. O'zimdan turyapti-yu. Yo'q, bundoq qilib o'tiryapti boshi bilan. Harakat qiladi, yo'q, to'g'ri. Endi 8 oyga o'tgandan keyin sekin 5 minutdan o'rgatishni boshlaysiz. 4 ta tomoniga yostiqlarni qo'yib, bugun 5 minut, ertaga 10 minut qilib sekin o'rgatasiz. Atak hammasi yaxshi joyida. Zo'r. Tak, hali privka olmadinglar? Yo'q, AKDS olmadik. Endi sekin olishni boshlaysiz. Tishlar hali bor. No, sekin D kalsiyni qo'shamiz. Hop, ozgina yordam beradi. Atak qolgan joyida. Chunki radioglazina ham ancha katta, 4,5 bo'lib turibdi.